Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli aka-ukalar. Bugun xudo xolasa yana bir darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamizni Qo'qonga olib kelib o'rnashtirdik. Hurmatli aka-ukalar, klitkali darvozamiz 1 kvadrat metri 1.150.000 so'mdan aksiya narxlarida tayyorlab o'rnatib berdik. Hurmatli aka-ukalar, ishlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirasizlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar aka-ukalar. Darvozamiz razmeri keladigan bo'lsak, darvozamiz eniga 410 bo'ldi, bo'yiga 380, 1 kvadrat metri 1.150.000 so'mdan. Hurmatli aka-ukalar, darvozamiz materialiga keladigan bo'lsak, stoykalarimiz 10 ga 10 bo'ldi, 3 lik qalinlikda. Darvozamiz polniy, ichki ham, tashqi ham profillari polniy 1.7, 8 ga 4 profil bo'ldi. 2 ga 2 chaspaylarimiz ham polniy qalindan bo'lgan hurmatli aka-ukalar. Mashina o'tadigan qismi 10 lik shviller bo'ldi. Kraskalarimiz mokr asfalt matvi kraska bo'ldi. Kraskalarimizga ham garantiya beramiz. Darvozamiz ochilib yopilishiga, zamoklariga bitta baho berib o'rasizlar. Zo'r zamok bo'ldi hurmatli aka-ukalar. Holatini ko'rib turibsizlar. Oddiy, skromniy darvoza izlab yurgan do'stlaringizga videolarimizni ulashib qo'yinglar hurmatli aka-ukalar. Darvozamiz orqa qismini ham bitta ko'rsatib o'taman. Polniy choklarni ham olib berganmiz, choklarni. Har bitta detallariga e'tibor berilgan, zamoklarimiz 5 talik zo'r zamok. Orqa holatiga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Silliq va skromniy chiqdi. Mashinalarimiz ham polniy pachemliklardan qo'yilgan. Mashinalar ham. Aka-ukalar, sizlarga ma'lumotlar yetarli bo'lgan bo'lsa yoki yetarli bo'lmagan bo'lsa, o'z fikrlaringni kommentariyada qoldirsalaring aka-ukalar, biz albatta sizlar uchun savol javob qilamiz. Bitta like bosib, kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni ulashib qo'yaverasizlar aka-ukalar. Qo'llab-quvvatlab videolarimizni ulashib, aka-ukalar, sog' bo'linglar.